Xiaomi Tor Lite aksesitli bizga kelgan. Qanaqa ishlatilishini hozir to'pga tiqdik mana. To'pga tiqqanmiz. Qanaqa ishlatilishini tushuntirib beramiz. Ketdi. Mana bitta ikkita knopkasi joylashgan. Bu переключение rejimdan rejimga olib o'tadi. Bu knopka питания. Bitta bosganingizdan keyin mana bu yerga olib keling. Mana bu yerga olib kelsangiz ketdi. Ichidagi pirpiraga aylanishni boshlaydi. Xo'p, bu yerda displey. Displeyda nimalar bor desangiz, PM 2,5 darajada qancha chang darajasi borligi, влажность 56% ga tushdi hozir. Temperatura 23 gradus. Bu yerda качество воздуха indikatori. Yashil, sariq va qizil ranglarda bo'ladi. Xo'p. Endi filtr joyi qayerda desanglar, bu yerda ikkita joyida mana shu ruchkasi bor, knopkasi. Olganingizdan keyin apparat ishlashdan to'xtaydi. Bu yerda bo'sh joyi bor. Mana filtr ko'rinishi. Xuddi shu joyga. Faqat paketi olingan holatda, обязательно paketi qog'ozi olib tashalgan holatda qo'yiladi. Chunki bu yangi paytda paketlaridan turgan bo'ladi. Xo'p, apparatning oldi qismi bu, orqasida mana bitta displey yoqib o'chiradigan knopkasi bor. Hamma почти ko'p Xiaomi'larda shunaqa joyi bor. Kechasi o'chirib qo'ysanglar bo'ladi buni bosib. Bu yerda odatdagidek o'sha indikator, ya'ni chang mana bu yerga bir oyda bir marta qarab turish kerak. Что changlar yig'ilib qolishi mumkin. O'sha paytda uqachiskada yoki zubachiskada tozalab tashlash kerak bo'ladi. Faqat bunga zarar yetkazmasdan bemalol tozalab tashlasangiz bo'ladi. Bu yerda shnurga zaryadchik tiqilgan joyi, bu provodno ishlaydi. O'zi ishlamaydi, faqat sim orqali ishlaydi. Bu yerdan QR kod bor. Mi Home ga kirib turib, agar telefondan boshqarish istagi paydo bo'lsa, shu QR kodni skaner qilish orqali telefoningizga ulashingiz mumkin. Apparat shu ko'rinishda kichkinagina ixchamgina bo'ladi.